Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Yana bir bor kanalimga xush kelibsizlar. Bugun 2025-yilning 6-sentyabr sanasi. Ota hovlimizdamiz biz. Bugun Xudo xohlasa bizda baliqxo'rlik, bozordan qimillab turgan sveji baliqlardan olib keldik. Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda ketdik, baliq tayyorlaymiz. Mana aziz kuzatuvchilar, baliqlarimizni to'g'rab, marinovka qilib, tuzchalarni sepib oldik. Endi mana bu yerda men buni qozonda qora qilib pishiryapman, chunki hozir qozon qizigandan keyin mana bu yerlari qozonimiz rasvo bo'lib ketdi. Mana qizil bo'lib tayyor bo'ldi. Hozir buni olib olaman. Mana olib oldim. Baliqlarimiz pishirib, endi bismillahirrohmanirrohim deb endi bularni solaman. O'z qo'llarim bilan tayyorlayapman, aziz kuzatuvchilar. Biza priprava ullashmaymiz, aziz kuzatuvchilar. Shunday baliqni o'zini shirqillatib, joyli qilib qovurib olamiz. Baliq sezon boshlandi, bilasizlar. Endi qip-qizil qilib qovurib olamiz. Mana bu hali tog'orada shuncha bor, уже ikkita tovoqda pishirib qo'ydim. Hozir pishirilganini ham ko'rsataman. Mana bunisini уже tayyorlab oldim pishirib, qip-qizil qilib ko'rganlaringdek. Mana aziz kuzatuvchilar, ota hovlimiz har doim sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana qo'shnimiz uyi. Bu bizaniki. Mana karamlar bu yerda aziz kuzatuvchilar. Baqlajonlar mana. Qo'llarim qoraligiga e'tibor qilmanglar, chunki o'choqda pishiryapman. Hali nokchalarimiz mayda-mayda. Mana hozir men sizlarga bolgarskilarni ko'rsataman. Bolgarskilar, qaranglar. Mana yerda anorlar bor, hozir anorni ham sizlarga ko'rsataman. Mana aziz kuzatuvchilar, bolgarskilar. Mana anorlarni qaranglar. Mana katta anorlarni qaranglar. Mana pastlarda ham bor. Mana bu tomon anjir. Anjirlarni yeb bo'ldik. O'sha anjirlar pishib tamom bo'ldi. Xo'sh, oshqovoqlar tugmabdi, solmabdi oshqovoqlar. Biz hovlimiz salqin bo'lganligi uchun hamma sabzavotlar ham bo'lavermaydi. Mana aziz kuzatuvchilar. Kelinglar sizlar ham bizda bugun bilasizlar, ota-onamiz hovlisida biza Ishtixonda baliqxo'rlikka kelinglar aziz kuzatuvchilar. Mana shunaqa gaplar aziz kuzatuvchilar. O'zinglar tinchmisizlar, xonadonlar tinchmi? Mana podpischiklarim hammalaring sog' salomatmisizlar? Mana baliqlar qovurilyapti. Qozonlar ham bitta kalladan. Hozir ota-onam kelishadi. Kecha jiyanim chipron qilindi, bilasizlar. Hozir shuni opam bilan olib kelgani ketishdi. Hozir olib kelishadi. Hamma birgalikda o'tirib maza qilib baliqxo'rlik qilamiz. Kuzatuvchilar, o'choqlarni o'zim yoqib, mana o'zim tayyorlayapman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'tinlarni tashlaymiz. Qancha olovimiz yaxshi bo'lsa, qip-qizil bo'lib tayyor bo'laveradi. Baliqxo'rlikka maza qilib baliq yeb ketasizlar. Kechirasizlar aziz kuzatuvchilar, faqat shunaqa qilib chestoni adashtiraman. 6-sentyabr emas, 6-oktyabr sanasi bugun. Sizlardan yana bir bor uzr so'rab o'taman. Boya xayrlashdim. Hali xayrlashmagan ekanman. Hali ota-onalarim kelishsa, ularni ham sizlarga videoga olib ko'rsatib o'taman, Xudo xohlasa. Kanalimdan uzoqlashmanglar, mana kuzatishda davom etinglar. Aziz kuzatuvchilar, kuzda mana oktyabr oyida yangi anjirlarni ko'rganmisizlar? Mana polni bizada kuzda mana ayamlarni hovlisida anjirlar, ana tovuqlarni qovurib qo'ydik. Hozir nimadan ularni tayyorlab qo'ydik.
Mana anjirlar, kelinglar, anjirlar xo'rlik ham qilib ketasizlar bu yerda rayhonlar. Kuzgi anjir. Narigi katta anjir уже pishib bo'lgan. Baliqlarni hali pishiryapman. Mana bu yerda o'choqlarni o'zim yoqib, kelinglar baliqxo'rlikka. Как раз manda baliqlar tayyor bo'lguncha hozir opamlar ham kelishadi, dadamlar borib olib kelishsa, o'tirib maza qilib baliqxo'rlik qilamiz. Hozir paka semichka chaqamiz. Yanga semichkami shu yerdami? Yanga, semichkami shu yerdami? Paketdagi semichka? Ha, shu paketini olayda. Mana aziz kuzatuvchilar, videoroligimda menimcha shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Yanagi videoroliklarimda ko'rishguncha xayr, hammalaring sog' salomat bo'linglar aziz kuzatuvchilar. Allohimga omonat bo'linglar. Yanagi videoroliklarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Balkim keyin yana qo'shib yuborishim ham mumkin.